Aka-ukalar ikkinchi partiyamizga zotga qo'y so'ragan aka-ukalarimizga mana sizlarga zotga haqiqiy chista zo'ridan dahshatlardan 2 dona bor ekan. Endi bittasi mana buni go'shtga hisoblayverasiz. Mana bunisi mana oq yuzoq quloqdan, quloqlari ham shalpang quloq. Mana quloqni qarang, tumshuqqa yetyapti. Xullas mana shu dahshatidan Arashan so'ragan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolaman. Saroyning ashaddiy obunachilari, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari. Hozir biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Katta Qurama qishlog'idamiz. Bu yerda akalar dehqon akamizda arzon, zo'r yirik qo'zilar bor ekan. Yemlashga tayyor, yemini yeb turgan tayyor narsalar bor ekan. Bularni xudo xolasa birma-bir narx-navolarni, ma'lumotini olib beramiz. Narxini arzon qilib, bozordan arzon qilib qo'yib beraman. Bozorga chiqqan vaqtim yo'q deyaptilar. O'shaning uchun akalar sizlarga mana arzon narxda yemga tayyoridan, zo'rlardan ozgina bir pachka olib maza qilib boqinglar. Assalomu alaykum. Robiy aka, charchamay tushimsiz? Mazam yaxshi. Obunachilar, do'stlar, boqib turgan 10 bitta qo'yim bor. Aha. Mashlarda bir arzonroq sotib olmoqchiman. Endi uyda boqib turgan, xudo xolasi yeb ichishga garantiya sinovdan o'tkazib olingan. O'zim hali yeb turganman. Yemga tayyor xullas. Tayyor, xudo xolasi yemini berib bemalol sinov bo'ladi. Yo'q, aka-ukalar xudo xolasa yemga tayyoridan shuni olingan, ko'r vaksina qilingan dastavkalar tayyor, besplatni. Sizga boqishga tayyor narsa oling, maza qilib, mana shuni hammasini bitta olib turib, yemga shuni tashab qo'ysangiz bor akalar. Xudo xolasa qurbonlikkacha boqsangiz ham 100 kilo, 150 kilo uradigan haqiqiy katta yirik qo'chqor bo'ladi. 90 sm, 1 metrga chiqib ketadi u yog'i. Endi u yog'i Allohdan boqishingizga ham bog'liq. O'shaning uchun oling, sababini qiling. Aka nechta buni soni? 11 dona. Soni 11 dona. 11 dona ozgina bir pachka ekan. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'shgan. Hafta. Sog'liq ahta yo'q. Yo'q. Ichida pichma ahta sog'lig'i yo'q. Hammasi qo'chqor variantlaridan 11 dona. Bog'olasa akalar keyingi partiyamizga katta arashanidan bor, yeragidan bor. Oxirigacha ko'rib turing. Like bosib turing. Bitta like bosib turing. Hop, bularni yosh oylik qanaqa? Yosh oylik 6 oylik, 5 oylik atrofida. 6 oylik atrofida yedishlarga qanchasini olib berasiz? Bir haftasini o'laveradi, bemalol. Asli yemasa ichmasa bu holatga kelmaydi akalar. Hammasi qonni chiqib turibdi, mana ko'rinib turibdi. Aka nima berib boqyapsiz bularni? Asosan bizda uyda bug'doy bor. Aha. Bug'doy azizlar berib turibdi, kepak berib shu. Gap yo'q. Tashashlar asosan. Akalar sarig'idan, kashtandan, qorasidan hammasidan bor tanlab olishga bibir ko'p. Soni 11 dona, yeb ichishiga bir haftasini bor. Dastavkalar orqagacha Toshkentgacha qilaman. besplatni Toshkentgacha. Asli O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor, kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga yetkazib berilaveradi. Unaqa qimmat tushib ketmaydi. Ozmoz siz yelka qo'yib bersangiz, akamiz ozmoz yelka qo'yadilar. 12 ta viloyatga besplatni mas'ul kelishilgan holda yetkazib beriladi. Hop. Toshkentgacha besplatni undan yo'g'i kelishilgan holda 7 ishlarga sinovlari bor. Bo'y vasti 70 bor aka. 70 plus minus hisoblanadi. 70 plus minusga berilaveradi bo'ylarini. Bo'ylar 70 plus minus xotirjam chiqadi akalar. Xullas, endi ko'p maqtash kerak yo'q. Tayyor narsa. Oling, maza qilib yemga tashab qo'ying. Xudo xolasa qurbonlikkacha boqsangiz 100 ga 100 foyda ko'radigan variant akalar. Yemga tayyor, yemini yeb turgan. Prosta buni vaqt yo'q, dalapalaga aylantirganimizda uyda boqiladi. Akalar olib, bu narsani eng asosiysi bir chimdim o'tga to'yadigan narsa. Bir chimdim o'tga. Hali qiynalib katta qo'chqorlarni berganda, hammasi bitta oila, hammasini bitta olib qo'ysangiz suzishmaydi ham. Asosiysi bir chimdim o'tga to'yadi. Hali katta qo'chqorlarga bosib yemni berish kerak, hashakni ham bosib berish kerak, lekin mana bu narsalarga ozmozdan berib tursangiz bori, hash-pash deguncha 1 metrga chiqadi, xudo xolasa. U yo'q Allohdan. Bundan oldin boqib turgan ikkita katta hamma, u ham ko'rasiz. Ular ham mashlardan olinganda. Gap yo'q. Ular ham shu aka-ukalar ikkinchi partiyamizga zotga qo'y so'ragan aka-ukalarimizga mana sizlarga zotga haqiqiy chista zo'ridan dahshatlardan 2 dona bor ekan. Endi bittasi mana buni go'shtga hisoblayverasiz. Mana bunisi mana oq yuzoq quloqdan, quloqlari ham shalpang quloq. Mana quloqni qarang, tumshuqqa yetyapti. Xullas mana shu dahshatidan Arashan so'ragan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Hop, dumbalarni ham ko'ryapsiz. Razrez zo'r, xudo xolasa. Unaqa haligi xunuk emas. Dumbalar ham kelishgan. Hop, bo'y vasti necha chiqadi aka buni? Bo'yasini hozir obunachining ko'zini oldida o'lchab qo'yganmiz-da. Shuni uyda boqib turgan qo'y, buni haligi hali eng qiziq aytaymi? Bu tish ham yormagan bu. Tish yormagan. Ko'zi hali. Ya mashalloh. Akalar, Qo'ydi bolasi. dehqondan
Narxi ham arzon bo'ladi, xudo xolasa. Narxini ham. Bo'yni o'lchakchi aka. Mana Tishini ko'ringlar birinchi. Mana tish buzmagan hali, qo'zi. tish buzmagan. Xudo xolasa Bo'yni yosh narsa olib, maza qilib baraka topinglar. Mana shuni olib turib chiqadigan metr mana 85 pilis olaversin. 85 pilismi? 85. 85. 85 ustida emas ekan, 85 00 ekan. Aha. Bo'ylari 85, xudo xolasa, 7 ishtilari hammasi zo'r, 90 uzunligi ekan. 90. Uzunligi bunaqasiga 90 ekan. Doxolsa buni 80-85 pilis olaversin. Doxolsa borgandan keyin aytgan metr aytgandaqa chiqadi. 85 o'lchab ko'raverasizlar. Hop, 7 ishtigasini olib bor, yemasa ichmasa bu holatga kelmaydi asli. Yeb ichgasini olib bor, dastavkalar qaygacha qilib beramiz. Toshkentgacha olsin. Toshkentgacha besplatno. Undan u yog'iga ham bor, kelishilgan holda yetkazib beriladi. Lekin akalar tavsiya qilib qolaman, bitta Arashandi zo'ridan, bitta Hisori. Lekin ikkosi ham narxi arzon. Hop, bo'y vasti ikkalasini ham pastdagi ekan. Mana shuni endi 80 ga beraylik, a? Ha, 80 olsin. Bunisini 80 ga beraylik, bunisini 85 ga beraveramiz. O'lchab ko'rasizlar, bemalol uyingizga borgandan keyin bir haftasini olasiz, bir hafta 7 ko'rib olasiz. Hop, dastavkalari Toshkentgacha besplatno. Bo'y vasini aytdik 85-80 atrofida. Endi aka, muhimi narxi deydi-yu, narxi arzon bo'lsa, qarang. Dehqon bunday bo'ladi-da aka, dehqon boqadi, arzonga sotgisi kelmaydi, lekin qimmat pulda o'ylaymiz. Lekin YouTube'da ham ko'ryapmiz. Bozordan ko'rib turibmiz. $1000, $1200 so'rayapti. Lekin aka, lekin buni biz narxini undan ham arzon. 10 million so'm obunachilarimizdan xafa bo'lmasmi? 9.900 ga xayr sunnati bor, yana o'tib beraman. 9.900 ga. Ha, 9.900 kam bor. Qaysi 10 million so'm mana shundan qo'zi. Mana shu 9.900 kami bor. Nargisini realni qaytish yo'q. Yo'q, qaytish yo'q. Toshkentga barakasini bersin gap yo'q. Bunisini ham endi bu tomonga ajratingchi, hozir ko'rinmayapti. Addenli. Mana alohida. Buni ham ko'rsataylik. Undan ham arzon bu. Bu Hisori variantdan. Mana bo'ylari 80 ga o'lchab ko'ringchi. Buni ham o'lchaylik, mana borgandan keyin unaqa yig'ib chiqmay qoldi demasin. Oyog'ini oldim. Mana tagi tiyib turibdi metrda. Hop. 80 da ustida ekan bu, 85 chiqyapti. 80 pilis hisoblanadi. 80 pilis hisoblanadi. Men junni qo'yib mana o'lchab turibman. Ha, 80 pilisda hisoblanadi, 85 chiqyapti. Buni ham 7 ishtigasini olib bor, dastavkalari xudo xolasa Toshkentgacha ikkalasi ham billa. Bitta olib qo'ysangiz mana shu narsani arzon qilib berishadi, qani? Xudo xolasa buni nima puli ham yana ham arzon qilib beraymi? Oling 8 millionga. 8 million. 8 million Toshkentgacha dastavka qilib beraman. 7 million 900 qo'ysakchi, buni ham. Haliga Rossiyadan magazinga 9900 olsin. Barakasini bersin. 7 million 900 ga xayr sunnati bor, yana o'tib ham beraman. Gap yo'q. Ikkalasini ham o'tib beradigan joyi bor, bo'ladigan narxi emas. Telefon qilasizlar akalar, o'tib beradigan joyi bor, bo'ladigan narxi emas. Bemalol telefon qilaveringlar. Rossiyadagi musofir aka-ukalarimizga ham tavsiya qilib qolamiz. Akalar, sog'lig'ingiz bo'lsa, mana shuni qo'shib qo'ying. Xudo xolasa, yaxshigina bolani beradigan variantda. Aloqaga chiqarasizlar, bo'lmasa videolarimizni yakunladik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlar uchun arzonlardan, zo'rlardan chiqarishda davom etamiz. Bo'lmasa videolarimizni yakunladik.